so'm lenta balig'imiz so'raganmidinglar? Olib kelib qo'ydik mana. Qaranglar kattaligini. Juda ham zo'ridan olib kelib qo'ydik mana. Qalinligini qaranglar, go'shtlarini. Suyak qiltanoq bo'lmaydi bunda. Yog'liqqini juda ham zo'r mazasi. Hali qayerniki deb qiziqyapsizlarmi? O'zimizning toza daryoni balig'i bo'ladi. Mana qaranglar buni. Hech qayerda boqilmaydi, toza daryoni balig'i bo'ladi. Buni qaranglar, go'shtlarini juda ham chiroyli, ishtahani ochadigan bo'pti. Hozir buni bitta kesib ko'ramiz sizlar bilan, qani. Hoppa. Kesilishini qaranglar, bay. Shundoq olasizlar dasturxoningizga, uyga ulfatlar bilan yeyishga juda ham zo'r variant hisoblanadi. Hop, bitta buni hozir yeb ko'ramiz sizlar bilan birgalikda, qani. Bismillah. Voy, mazasi вообще yo'q. Juda ham zo'r. Qiltanoq bo'lmaydi. Bu balig'imizning eng muhimi, bolalarga bersanglar bo'laveradi. Manzilimiz Ekobozor Chimganda joylashgan. Narxlari videoning tagida yozilgan. Kimga mana shunaqangi baliqlar kerak bo'lsa, 5 akanga kelaverasizlar.